Assalomu alaykum keling aka. Nima xizmat? Alaykum assalom. Qulpinoylaring nechi pul? Qulpinoylarimiz narxi 10 ming so'mdan donasi. Shunaqa podarishni korobkada olsangiz 350 ming so'm bo'ladi. Men bu tortni bepulga qo'shib beramiz. Dadasi, keldingizmi? Qayerda yuribsiz? Ishlarim ko'payib ketdi. Klient keldi. Qarang, men ishlarimni bitkazib kelaman. Bo'ldi, sen ishlaringni bitirib kelavermasan, men o'zim qarayman. Keling, Asadullo aka, yaxshimisiz? Bugun kechroq kelaman, xavotirmen. Aka, bizga nima xizmat, nima zarurladi o'zi? Bu hozirchi ketgan ayol kim? Bu ayolmi? Xotini mani. Ochiq sochiq kiyinib yurganiga hayron bo'layotgan bo'lsangiz, men o'zim xohladim buni aka. Nimaga siz zamonni qarang. Hozirgi zamonga qarab yursa, yaxshi-ku baribir. Bilasizmi uka? Dayuslarga jannat harom deyilgan. Ali roziyallohu anhu aytganlar: "Shamchiroqni o'chiring, Fotimani soyasini begona erkaklar ko'rmasin." Shu gapni eshitganmisiz? Sizchalik dayus bo'lish uchun qanaqa farosatda bo'lish kerak? Haqiqiy erkak o'zini ayolini, mahramini qizg'anish kerak. Ismini, soyasini, kerak bo'lsa ovozini ham qizg'anish kerak. Sani kiyintirib qo'yganingni qara. Vaqting borida aqlingni yig'. Dayus bo'lib qolmagin. Dayuslarga jannat harom.